YouTube olisizlar bilan mana o'sha Husanboy ko'pchilik obunachilar so'rashibdi mendan. Aka, DLSM o'ynab turasizmi deyishibdi. Ha, albatta men DLSM o'ynayman. Hozir sizlarga ko'rsataman DLS akkauntimni. Unchalik kuchli demayman, lekin normal o'yinchilarni olib qo'yganman shu paytgacha yig'ib. Hozir o'yin bo'layotgan ekan. Shunday Wi-Fi bilan olay vallahi 1 minut. 45 minut o'tib ketyapti o'zi. Kurtuva, Lewandowskilar menda yo'q bo'lgan bilan unaqalar uchun to'g'risini aytsam unchalik qiziqmayman. Avvalo like va komment esdan chiqmasin, bu bizning kanalimizda rivojiga ancha hissa qo'shasizlar. Keyin Real yoki Barsa ana shunday yozib ketinglar. Ozgina qoldi. Xudo xolasa avval aytganimdek 100 ta obunachi chiqqanimdan keyin kanalimni stream qilaman deb, albatta stream qilaman va va'damni turaman. Hamda ko'pchilik qiynayotgan savol, ismingiz nima deydi, u deydi, bu deydi. To'g'risini aytsam, men ismim Husanboy, buni ko'pchilik biladi, yana kimdir so'rayotgan bu bola jinnimi, g'annami deb o'ylamaylar yana. Hozirda men buni keyin ayrim negativlar yozmanglar, sizlardan iltimos. Vah. Ko'rib turganlarga men darasan yaxshi o'ynayman. Chunki men FSF bayra o'ynardim. To'g'risini aytsam, o'zi Real'da fanatiman. Kim qaysi klubga muxlislik qilishini yozib ketishi esdan chiqmasin. U mana gol. Albatta men Real'da fanatiman. Shuning uchun nomimni Real qo'yganman. Hozir men sizlarga yana bir marta obunachilarim uchun gol urib beraman. Ishtirok bo'ladi mayli. Mashitdan. Voh, blind. Ozgina qoldi. Aytgancha, kim kommenti eng ko'p like yig'adigan bo'lsa, ana shu kommentni tekinga reklama qilib beramiz. Hozir men bu akkauntimni ham yaqinda ochdim, bu YouTube kanalimni. Sizlardan iltimos shu 10 kun ichida 3 ta bo'lib olaylik. Sizlardan iltimos, ayrim qizlar jicha stream qilib turib 100 top ketyapti, 200 top ketyapti, 1000 top ketyapti, kerak bo'lsa o'zbeklar podbeshka qilsin bolalar. O'zim tengqurlar bo'lsa, to'g'risini aytsam, o'zi 2013 man. 2013 bolaga YouTube'da nima bor desanglar, hozir men eng ko'p shu blogerlikka qiziqyapman. Omonxon, Delimi, ashlarda kontentlarini ko'raman, boshqa narsasini. Hozir bolalar aytayapti-ki, sen obunachilaring yo'q, sen unaqaga вообще nima qila olmaysan deyapti. 10 kun ichida obunachilaring ishonaman, 10 kun ichida menga yig'ishib beradi deyapman men. Ular ishonishmayapti. Avvalo sizlarga ishonaman, meni yuzimni oqlab qo'yasizlar. Antoni Shoples oxirgi hujum mashi. Hozir men tegadigan bo'lsam to'xtaydim shunda. Men nima dedim? Aytgancha, hozir akkauntimni obzor qilib beraman sizlarga. O'tkazamiz bu narsalar bizga qiziq emas. Qarshi masalan shunday olib qo'yaman hozir. Mana mening akkauntim. Kuchli deyapman, lekin boshqalarning akkauntiga qaraganda ancha farq qiladi. Farq qiladi deganda nima demoqchiman? Yomonlash niyatida emas, shunchaki kuchli-da. Davolab beramiz biletni. Ko'rib turganlaringdek bu ancha ideal, Free Fire akkauntiga o'xshaganda. Kimdagi men Free Fire bilan ularni konto ochmoqchi bo'lsa, almazdan ba'zi turnirlar qilib turaman. Shuning uchun kommentga yozib qoldiringlar. Turnir qilaymi, yaxshi o'ynaydiganlar uchun qanday qilib bu bola turnir qiladi desanglar, men o'zim bir ikkita Telegram kanali bor. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Bizning videomiz shu yergacha edi. Kuzatganingiz uchun kattakon rahmat. Yanagi videogacha ko'rishamiz.